2021-yil 6-oyda ishlab chiqarilgan Kia Carnival High Limousine. Mashinaning holati juda ham zo'r holatda. Diska valulargacha idealniy holatda turibdi. Laboylargacha but-butun, cho'tki holatda. Original High Limousine. 365 kulchoy, parok, hamma narsasigacha bor. Sidena pamatlarigacha bor. 125 ming kilometr yurgan katta. Anaqa splashni monitorlarda Abduha Bagarev bunaqa soviydiganlargacha hamma narsasi ishlab turibdi. Holati zo'r, pultlargacha anaqa orqa televizor pultlariga turibdi. Orqa tomonni ham idishlarni sovutadi. Abduha Bagarev bu sidenada ham bor orqasida. Holati zo'r, pardalargacha, shtorkalarga turibdi. Televizorlarigacha hamma narsasi ishlab turibdi, joy-joyida. Holati yaxshi, olib haydashga arzonchiroq. High Limousine originalni haydayman deydiganlar uchun yomon holatda emas. O'zingiz uchun bemalol ko'rib, ko'rsatib, tekshirib olsa keladi. Halol probeyt turibdi, 125 ming ekan. Bitta dona mana shu diodini to'g'rilab olsanglar, ikkalasi bir xil bo'ladi. Olib maza qilib haydashingiz uchun 33500 urib olinglar, bosib olinglar.